Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhin Sahih Bukhari namlı hitap ettiği dersimiz bugün 13. ders hakkında to'xtalib o'tamiz. Bugün bu zat bu iman hakkındaki kitapninki bu tövendeki babıda bir insanın başkaları üçün özü yaxşı görgen närsini başkaları yaxşı görmeki imanның cümlesindir dedi. Ondaqda Muhammed ibn İsmail şundaq dedi, bizge Musaddet degan zat hadis sözlep bergen idi. Bu zat Musaddet ibn Musarhat el-Musarbil el-Basari. Bu adam Hicriyanın 150. yılı tuğulup 228. yılı ölüp ketken. Aynı devirdeki nayet meşhur muhaddisladın. Köp hadislerini rivayet kılgan raviladın. Bu İmam Bukhari'ninki ustazdırdım bu kişi ondaqda. Sufyan ibn Uyeyne, Fuzeyl ibn İyaz qatarlıq meşhurladın hadis rivayet kılgan bolsa, bu zatın İmam Bukhari, Ebu Davud, Muhammed ibn Yahya, Ebu Zur'at Razi qatarlıq meşhur hadis yaqıtları hadis rivayet kılgan. Ulemalarning nazarida İmam Nesai qatarlıq, Yahya ibn Ma'in qatarlıq ulemalarning ko'z qarshida ishonchlik, rostchil degan sifatlar berilgan. Musaddad deydi, bizge Yahya hadis sözlep bergen idi deydi. Ondaqda bu kishi Yahya ibn Sa'id el-Qattani özü Basirlik adam. Hicriya 120 yılı tuğulup 198 yılı ölüp ketken. Bu adamda bunayeti köp kişiler hadis öğrengen. Bu zatın ustadlardan İmam Azam, Ebu Hanife, Malik ibn Anas, Sufyan ibn Uyeyne, Sufyan ibn Sevri qatarlıqla şagirdleri bolsa Ali ibn Medini, Ahmed ibn Hanbel, Yahya ibn Ma'in, Musaddad ibn Musarhat adırqı biz ismi zikir kılınan adam. İmam Nesai bu adamın nayet mezbut, nayet adamın konuğu teskin tapqıdak işenicilik adam deb sifatlagan bolsa, Ebu Zur'at Razi, Yahya ibn Qattan hafiz işenicilik adamlardan deb sifatlagan. Bu zat hem de Irak'ta aynı vaqtida mush Iraklıklar üçün hadis ilmininki ul asasını tiklep bergen, kartojni sizib bergen bir adam da aynı vaqtida. Bu zat dedi hem de biz Şu'beden hadis rivayet kılgan. Bu kişi başta öttü oğay. Özü Şu'bet ibn Haccac, özü nayette tabi'illadın. Basirlik adam, Basirde tuğan, kichkiden tatib, Basirde yaşar, Basirde ölüp ketken. Sahablardan Enes ibn Malik, Amr ibn Salim'ni kögen, tözdek tabi'illadın hadis rivayet kılgan. Hatta Hasanul Basri'den hadis öğrengen, ilim öğrengen bu adam. Sufyan Sevri rahmetullahi aleyh hadis ilmida Mu'milla Amiri, Şahzadisi deb nam bersek, Şu'be nayette şu layık degende. Bu aynı davrdaki hem de ulemalarninki üstüdeki kattı bir makamdaki adam deb sifatlagan İbn Abi Hatim. Ahmed ibn Hanbel bolsa Şu'be'nin zamanında, öz zamanında Şu'bedek bir adam yo'qdi hadis ilmida deb shunday sifatlagan. Özü Zayitlik ulemin ayeti nam kazangan. Çünkü mush hadis ilmini öğreniş için dünyada dostmagan adam. Hatta özünki gündelik turmuşunu qamdaş için özünki qolu bilen öz küçüğü tayinip jinini bakkan adam. Şu vaqtniki Abbasilarniki xalifasi pul berse elib haq taxt yutgan gapda o'zi ehtiyojli holatda bo'lsin. Yani bir o'zidan sehilik mardlardan bir kuni bu adam o'zidan bir tal eshki vakanda eshakka minib ketyapsa Sulaymon Mughira deydigan shu davrdagi bir kambag'al odam chiqibdi-da. Chiqib o'zidan bir ehtiyoj ekisganligini dardini aytgan ekan. Mush eshakdan boshqa narsam yo'q bo'ldi. Ola deb shu eshkini tashlab berib ketgan edi. Bu unaga qilit hamda har qanday ama dasmi ketmaydigan, unda o'standagi suvga, masalan, pulanmaydigan turbidagi suvga jiq ishlarni yerinmay bir ba'zi bir dasmi ketmaydigan ibodatlarni davomlashtira olgan bilan uningga mo yani iymon ketadi. Amma lekin iqtisodiy ishlarga nisbatan bakrak iymon quvvat ketadi. Bu zot ham Hijriyaniki 160-yili o'lib ketgan. İmam Şu'be Qatada degan zatdan hadis rivoyat qilgan. Qatada bo'lsa bu odam Hijriya 118-yili o'lib ketgan. Qatada ibn Duama as-Saddusi Abul Xattob nomi bilan mashhur. Özü tabi'in, öz zamanısınki Arap dil ilmida nayet meşhur alim. Hatta Araplarniki nesibida mu meşhur yetilgen alim. Özü muhaddis, mufassir, tefsir şunas, allame.
Ahmed ibn Hanbel bu kişi nispetle Besir'de bu adam en hafız adam idi. Anlığanlam nesini yana isi tutalaydigan adam idi dedi. Her qanday bir betni, bir kitapni bir qatam o'qib bersa, yodlay oladi dedi. Aytaq zakir kuchlik, xotir süzük adam ekan-da. Hatta şu aynı vaqtdagi Muammer degan olim şu Zuhri, Qatada, Hammadmış üçeyler nayt meşhur faqilati deb sifatlagan. İbn Hajar Asqalani nayt mezmut işencilik adam deb sifatlagan bo'lsa, Muhammad ibn Sa'd al-Baghdadi bu adamni hadis ilmida hujjat adam, omonatdor işencilik adam deb sifatlagan. Demak, mushunchalik sifatlari bo'ladi bu adamniki. Keyin mush Iroqda o'lib ketgan. Bu zat Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan hadis rivoyat qilgan. Anas ibn Malik payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sahobalaridan 10 yoshda Rasulullohning huzuriga kelib Rasulullohning xizmatiga onus tutib bergan. O'zlari Ansorilarning Hazraj qabilasidan Bani Najjar jamoatidan bo'ldi. Hijriyaning 93-yil o'lib ketgan. Ham sahobalarning ichida shu balkim Iroqda eng oxirida o'lib ketgan sahoba bo'lsa kerak. Hadisni ko'p rivoyat qilgan. Bu kishiningki tarixi boshda bir necha qatim o'tdi. Bu zat endi Badr g'azoti bo'lgan vaqtda nayt ish kichik. Shunday bo'lsin Badr g'azotida chiqib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamningki xizmatini qilgan, lekin urush qatnashmagan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamningki keyingi davrlarda asosiy urushlarga qatnashgan, masalan Zulhudaybiya, Makka tesiya qatorliq. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'lib ketgandan keyin hamda Abu Bakr Siddiqning zamonidagi siyosiy vaziyatlarga qatnashgan, Umar ibn Xattob davrida shunday. Asosan 4 xalifalar davrida umuman shu siyosiy mashg'ulotlar shug'ullangan bu zot. Mesela Hicriyenin 93-yili şu Besir'de Iroqniki eng oxirgi sahobalar ichida eng oxirgi o'lib ketgan odam shu zot. Nayt uzun umr ko'rgan. Ballar nayt ko'p. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kichik vaqtda bu kishiga duo qilgan. Ey Alloh buning ballarga barakat bergin deb. Hatta o'zining hayotida o'ziki nevr çevrileri bilan yüzde ishib ketganda. Bu kishi ham sahobalar ichidagi eng ko'p hadis rivoyat qilgan sahobalar qatorida sanaldi. Bu odamniki 2286 dona hadis rivoyat qilganligini Andaluslik Baqiy ibn Muhallat degan olim sanab chiqqan ekan. Hamda Anas ibn Malik payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilyapti-da bu hadisni. Hamda Miyakil Imom Buxoriy yana bir isnodga o'tib ketdi. U bo'lsa-mu bu Imom Şuabe'nin o'rnida Husayn ibn Muallim deydigan bir ravi keldi-da. Undaqda başdagi Yahya degan odam hem Şuabe'dan hem Husayn ibn Muallimdan ikki yo'lda rivoyat qilingan bu-da. Endi bu Husayn ibn Muallim degan kim o? Bu zatmi Basirlik ayni vaqtdagi muhaddislardan hadislarni bir xil ojizroq rivoyat qilingan odam deb sifatlanibdi, lekin zaifroq deb. Umuman hadis olimlari bu odamni zaten zaifroq, yumshoqroq ko'rgan ekan bu hadis ilmida, san'at ilmida. Ammo Husayn ibn Muallim tarafidan kelgan hadis san'at jihati zaif bo'lgan bilan, ammo Shu'ba tarafidan kelgan bu san'at nayt kuchlik. Shuning uchun bu hadis yana kuchlik hadisning rolini oladi. Bu adam deydi bizga Qatada boshqa raviga o'tib ketdi. Qatada Anas ibn Malikdan payg'ambar alayhisolatu vasallamdan rivoyat qilib, payg'ambar alayhisolatu vasallam shunday deydi: "Sizlarning beringlar haqiqiy komil mu'min bo'lolmaydi, naqsroq bo'lib qoladi. O'zi nafsi uchun yaxshi ko'rgan narsani qarindishiga yaxshi ko'rmaguchilik bu odam komil mu'min bo'lolmaydi" dedi. Hamda insonniki tabiatida har qanday bir yaxshilikni o'zi uchun yaxshi ko'rdi. Masalan, pul mili bo'lsa, yaxshi, solih bo'lsa, boy bo'lsa, baloy ofatdan qutulsa, buni har inson o'zi qalbidan, nafsida cho'qim buni yaxshi ko'rdi. Mushundaq holatlarni, mushundaq go'zal tuyg'ularni o'zining boshqa qarindoshlariga o'ylay olgan vaqtida bu odam haqiqiy mu'min bo'ldi degan bo'ldi. Hargizmi o'zing uchun yaxshi ko'rgan narsani qarindishing uchun yaxshi ko'r degan gap sening qo'lingdagi narsaning yarmini uning opirib ber yoki bo'lib ber degan gap emas. Masalan, shu o'zing qarindishiga hasad qilmasdan, unga xiyonat qilmasdan, yolg'on so'zlamaslik, uni aldamaslik, mushu ashni yaxshi ko'rganlik bo'ldi. Yana birsa masalan bir qism insonlar bor, masalan boshqalarningki yomon oqibatlardan yoki uning kelgan musibat, baloy ofatlardan yoki falokatlardan shuning ko'ngli xursand bo'ladigan, nafsida huzur, lazzat topadigan odamlar bo'ladi. Mana bu psixikalik avval payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yuqoridagi hadisga zid.
sen palaketni özüңnің nefsingga yaxshi ko'rmaydi ekansan, boshqa qarindishingga bu shu palokat yuz berganda unidan xursand bo'lmasliging, uningga bir xil qalbingda rahmat tilishing yoki qalbingda uning uchun yuragingning og'rishi sening shu qarindishingni yaxshi ko'rganligingdir. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.